Oy, kartadan pul yechib olgan iflos. Mana bu inson rostdan ham kasal bo'ladi. Mana shu ko'rib turgan shirindoshlar, farishtadek farzandli shu insonni farzandi bo'ladi. Mana bu inson ayollari bo'ladi. Bu inson onalari bo'ladi. Voy, insof bormi? Insof. Sen ham ona tuqqandir, it tug'magandir. O'zim ota-onam o'tib ketgan, shu o'zlami? Men yetimlik oshini yeb ko'rganman. Mazasi qanaqaligini bilaman-da. Mana shu bolalar meni kuyimga tushmasin. Shuni sababini sizlar bilan biz birga qilaylik-ku. Alloh rozi bo'lsa hammalarga gap bo'lish mumkin emas. Yordam berdinglar. Rahmat. Lekin bugun shunday uyqudan tursa, kimdir Telegramdan aloqaga chiqqanda, men sizga pul tashlamoqchiman. Akam soddalik qilganlar dedi. Pul tusharkan. Xudo xohlasa davolansam, oilam barida masaqa yashayman deganlar. Ha shunday kodini aytgan ekanlar, 26 million pul yechyapti. Hamma narsani udalik qilib tashlabdi. Keyin qo'ya pul yechib ola qolinglar deb o'sha bankomatga borib pul yechaman desa o'rtoqlar, karta blokka tushib qolib, bankomat kartadan bermabdi. Hozir bankka aloqaga chiqishgan ekan, 3 ish kunida ishlarni hal qilib beraman deb